Men faqat Sanjar akam bilan baxtli bo'la olaman. Axir u senga mosmas-ku. Negadir shu yigitga ko'nglim tortmayapti, yuragim g'ashdi. O'zi o'sha yigit sizni rostdan baxtli qilishiga ishonasizmi? Albatta. Meni ota-onam yo'q. Agar xo'p desanglar, men sizlarni ota-onamdek qabul qilaman. O'sha kuni siz oyim bilan dadamni ko'ngillariga kira olibsiz. Qoyil qoldim. Ko'p yashang, ko'p yashang. Tekshiruv natijasida mashinani tormozda ishdan chiqqani aniqlandi. Shuning uchun opang mashinani to'xtata olmagan. Opam o'limida pochchamni aybdor qilmoqchimisan? Balki bu shunchaki tasodifdir. Lekin men tasodiflarga ishonmayman-da. Qizimni o'limi unga mo'maygina daromad topib kelgan. Sanjar aka shunchalik boradilar deb o'ylamagandim. Opangning o'limi hozir baxtsiz hodisa deb hisoblanyapti. Sen esa buni qotillik deyapsan.